çarsızlıqның misralarga tökülüşü. Jaza lagirdagi ziyoli shoir Abduqodir Jaloliddinning Yanarim yo'q she'ri haqida. Professor doktor Ahmadbijon Arjilasun. Bu she'rning mavzusi Yanarim yo'q. Meningcha bu she'r 21-asrdagi nadir asarlarning biri. Bu she'r dunyoga 21-asrdagi Xitoy hokimiyatining ziyonkashliklari va Xitoyning irqiy qirg'inchiliklarini tasvirlab beradigan va kelgusiga yetkazadigan nadir asar. İnsaniyetning o'lmaganligini, ya'ni his to'yg'ining, o'ltirmak istisimi, ya'ni o'ltirgil bo'lmaydiganligini, she'rning yanala bir jonliqqa o'xshash, ya'ni nafas ilayotganligini ko'rsatib beradigan nadir asar. 2018-yilning sovuq qish kechasi edi. Urumchidagi yolg'iz ko'chalarning birida g'uva chiroq ko'ni bir uyni yo'ritib turadi. Abduqodir Jaloliddin ustal oldidan turibla yotoq uyning oxirgi chirig'ini o'chirdi. Oxirgi kunlar qanchalik avorchilik bo'lishidan qat'iy nazar, u karvatiga so'zilib azroq xotirjamlik topdi. Balkim uning balları bilan munosabatlik erkinlik orzusi ustida xiyol surgan bo'lishi mumkin. Ammo u shu la'natilarning ishkini ansiz taqildatib urg'anligini angladi. Ishik shunchalik qattiq urilmoqda ediki, ishik o'rilib ketay deb qoldi. Abduqodir Jaloliddin chiroqni yiqishqimi ulgurmay, qorong'ulik ichida ishikni echishi bilanla qo'pol qo'llar beshiga qora xalta kiygizdi. Qo'llariga sovuq ishkal taqaldi. U o'zining mashinaga ittirilayotganligini va beshiga tok kaltiga urilayotganligini his qildi. Uning eng oxirgi anglag'ini mashina motorining ovozi edi. Abduqodir Jaloliddin kamirning qorong'uligiga ko'nib qolgan edi. U sovuq qorong'u kamirning bir buling'iga yolg'iz tashlab qo'yilgan edi. Sanoqsiz Uyg'urlarning beshiga kelgan kunlar uningmi beshiga kelgan edi. Uyg'urlar orasida quloqdan quloqqa pichirlashib deyiladigan so'zlar rost edi. Kishilar bir-birlab g'oyib bo'lmoqda edi. Otalardan xabar ololmagan bolalar va eri yerim kechada tutib ketilib, bu to'g'riliq hech kimga tinolmagan ko'zi yosh ayollar. O Uyg'ur ayollarning erlardanla emas, sabiy ballardanmi ayrilib qilayotganligi rost edi. Xitoycha yaslilarning darvozalari oldida ballarni ko'rib olishga talmirib turishgan onalar kunsiri ko'payotdi. Baxtsiz va chorasiz barliq Uyg'urlarga o'xshash Abduqodir Jaloliddinning oilasimi uning qayerga elib ketilganligini, qayerda tutib turilayotganligini bilmaydi. Amaliyotda bu bir qitimliq hodisa emas. Bu voqealar dunyo tarafidan unutilib ketilgan Qashqar, Xotan, Aqsu, Urumchi, Turpan va G'ulji Altaylarda yuz bermoqda. Tuyuqsizlar uy va xizmat o'rinlaridan elib ketilgan kishilar lager va turmalarga to'ldirilmoqda. Urumchi Pedagogika universitetining o'qituvchisi Abduqodir Jaloliddinning oilasi 3 yilga yaqin vaqtdan buyon uningdan xabar ololmadi. Uning nadaligini hech kim bilmaydi. Abduqodir Jaloliddin professor, olim. U yana Uyg'ur xalqi orasida eng hurmatga sazovar mutafakkur yozuvchi, shoirdir. 3 yillik seg'inish uning qalbiga singib kirdi. Hatto so'ngaklardan yiliklargacha o'tib ketdi. U jazo lagerlari tutqunlarining ruhiy dunyosini ifodalaydigan bir parcha she'r yozdi.
bu şiir qandaqdır bir yo'llar bilan erkin dunyoga uchib chiqdi. Bu qanotli şiir madaniy dunyo tarafidan unutilib ketilayotgan Uyg'ur xalqining dunyo anglab baxmagan azob uqubatlardan xabar bermoqda. Qanotlangan şiir qalb va tillarga qo'nib, vijdon egillarining ruhiy dunyosini larzaga solmoqda. Yanarım yo'q şiiri chiroyli va talantli Uyg'ur qizi Muqaddas Mijitning hissiyot bilan to'lgan urg'uluq deklamatsiyasi bilan texmi jonlandi. Muqaddas xonim bu she'rni salmoqlik bilan, ammo qalbining titrab turgan tori bilan yangirtidi. Yanarım yo'q. Abduqodir Jaloliddin. Bir bulungda yegani men nigorim yo'q. Kechalari qora bosdi tumorim yo'q. Bu hayotdan o'zga yana xumorim yo'q. Jimjitlikda xiyol azdi, amolim yo'q. Men kim edim, nima bo'ldim bilolmadim. Kimga deyman dil so'zimni deyolmadim. Ya palakning xuy paylini sezolmadim. Yar qishinga boray deyman, qarayim yo'q. Fasllarni bilib turdim burjaklardan. Hech bir xabar ololmadim chechaklardan. Bu sig'inish o'tib ketdi so'ngaklardan. Qandaq yer bu bararim bor, yanarim yo'q. Amaliyotda shoir yanarim yo'q, ya'ni qaytib chiqishimning imkoni yo'q deydi. U uyiga yaqinlarga qaytishni xohlaydi, ammo qaytib kelolmaydi. Ya'ni qaytish imkoniyati yo'q. O bir necha yil mana mushundaq yerga tashlangan bo'lib, tamning yo'chig'i orqaliqla fasllarning almashqanligini bilalagan. O oilasidan, yaqinlaridan xabar ololmaganiga o'xshash, yig'ilish lagerning sepil temining sirtidagi gul chechak tabiat dunyosidanmi tamoman xabarsiz. Seg'inish tuyg'usi so'ngaklardan o'tib, yilliklarga singib ketgan. Zindondagi yolg'izlik, jon jigar yaqinlardan xabar ololmaslik, insonlik g'ururining chaylanishi misralarga naqadar cho'nqur singdirilgan-a? Men kim edim, nima bo'ldim bilolmadim. Biz kishilarning kimligini tortib oladigan rayimsiz reallikqa duch keldik. Xitoylarning qisiq ko'zlari cho'ng, qanşarlıq Uyg'ur, qozoqlarni, Zangzu Mo'ng'ullarni ko'rishga taqat qilolmayotdi. Irqiy qirg'inchilik Xitoylarning tarixiy gandillarida bor bo'lgan bir kasallik. Dal 1288 yil ilgari belgi qag'an bu gapni bayqagan va uni o'g'risratmoq, ya'ni nasabini quritish deb atagan. 732 yili dunyoda tunji qitim irqiy qirg'inchilik degan so'z ishlatilgan yil. Bu so'zni belgi qag'an ishlatgan. Abduqodir Jaloliddin hozir uni palakning xuy-payli deb ataydi. Bu yerdagi palak Xitoyning necha ming yildan buyon odatini, xuyini o'zgartmaganligini ko'rsatdi. Dunyoning ko'z oldida kishilarni qorong'u zindonlarning bulung pishqoqlariga unutishga tashlab qo'yib, ularni o'zining kimligini unutildirdi. She'rda yana kimga deyman dil so'zimni deyolmadim. Inson ko'ngil so'zlarini hech kimga deyolmaydigan yer bormi dunyoda? Bor. O bo'lsimi, Qashqar, Xotan, Qumul, Turpan, Urumchi, G'ulja, Altaydir. Shoirmi endi go'zal tushlarni ko'rolmaydi. Uning orzulari qorong'u zindonlarda tarmar qilingan.
Şundaqdımı onun hissiyatı qara önkürlərdən möcüzəlik bir şəkildə taşqırığa çıxış arqılıq dünyanın o tərəfidəki qaz qulaqlarının içilişiga vəsilə boldu. Bu şiirning mavzusi yanarım yo'q. Meningcha bu şiir 21 asrdagi nadir asarlarning biri. Bu şiir dunyoga 21 asrdagi Xitoy hokimiyatining ziyonkashliklari va Xitoyning irqiy qirg'inchiliklarini tasvirlab beradigan va kelgusiga yetkazadigan nadir asar. İnsaniyetning o'lmaganligini, ya'ni his tuyg'ularining o'ltirmak istisimi o'ltirgili bo'lmaydiganligini, she'rning yanala bir jonliqqa o'xshash nafas ilayotganligini ko'rsatib beradigan nadir asar. Erkin dunyodagi Uyg'ur tashkilotlari bu she'rni tarqitishi, hatto Abduqodir Jaloliddinni Nobel tinchlik mukofoti nomzodligiga ko'rsatishi muhim ahamiyatga ega. Türkçeden Uyg'urchalashtiruvchi Muhammad Emin Hazrat. Manba Uyg'ur net org torbetidan ilindi.